Boshlayapman. Ha. Assalomu alaykum. Mana Nexia o'sha mashinasi yopilib qolibdi. Pul ichida qolib ketgan. Mana yopiq. Xudo xolasa hozir chiroyli qilib, shikast yetkazmasdan defektlarsiz ochib beramiz. Xudo xolasa nasib qilsa, Allohning izni bilan hozir bir pasda ochib beramiz. Xudo xolasa yomg'ir ham yog'yapti mana. Yomg'ir bo'lsin, qor bo'lsin, Xudo xolasa ishlarni bitkazib berishga harakat qilamiz. Nasib qilsa chiroyli qilib egalari videoga tushishni xohlamadilar. O'zimizga xos chiroyli qilib chiqarib beramiz. Nasib qilsa ochib yomg'ir ham yomon yog'dilik. Asa yog'yapti yomg'ir. Xolasa Boringizga shukur aka. Mana chiroyli qilib Kalit ichida turibdi aka. Olib Nima gapirsangiz? xolasa Boringizga shukur. Barchasiga qo'ng'iroq qildim, qimmat aytishyapti aka. 250 ming, 300 ming. chiroyli qilib kelishtirib endi nimalari mashina egasini nimasiga sharoitiga qarab yaqinligiga, uzoqligiga qarab chiroyli qilib ochib beramiz. Ochildi. Rahmat aka, joningizga. Mana o'tib olib qo'yasiz kalitni. Hammasini shikast yetkazmasdan Zoyiga tushadimi aka? Zoyiga tushadimi? Mana chotki mana defektlarsiz. Siz ko'rib olishingiz mumkin. Hammasi chotki mana. Mashinamizni ochdik. Obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa hech kimning boshiga tushmasin. Eshitishda bo'lib qolsa, svязga chiqasizlar, mana shu yerda. Toshkent bo'ylab Xudo xolasa mashina ochib beramiz.